Do'stlar, Londondan hammaga kattakon salom. Britaniyalik Michael Page bilan Nursulton Ro'ziboyev jang bo'lib o'tadi. Hammaning xabari bor. 5-sentyabrda. Nursulton Ro'ziboyevda ham juda ham kuchli ugroza kutib turibdi. Nimaga deganda Michael Page hamma biladi. Boshqa organizatsiyalarda ham oldin chempion bo'lgan, UFC ga kelguncha ham uning obro'si juda ham katta bo'lgan. Bitta qiziqarli fakt, Michael Page xristian dinidan o'tgan yil adashmasam islom diniga o'tib islom dinini qabul qildi. Britaniyalik bo'ladi. Shu hisobda ikkita nima desak bo'ladi, musulmon jangchi bir-biriga ro'para keladi. Bu qiziqarli jang bo'ladi. Ikkalasining ham bo'ylari juda ham uzun, Nursultonni ham, uni ham, o'zing bilasizlar, Michael Page kutilmaganda to'xtamasdan neожиданка beravergan xarakteri bor. O'shanda Nursulton Ro'ziboyev tuta olsa, nokautga uchratadi. Atak menimcha Nursulton Ro'ziboyev uni ushlab olsa, stoykadan nokautga uchratadi. Bo'lmasam, agar u distansiyadan jang qiladigan bo'lsa, menimcha Nursulton Ro'ziboyevni olib qo'ysa kerak. Endi chisi o'zimda prognozim. Yomon negativga olib ketmanglar gapni. Xo'p, Michael Page ham jangchi sifatida hurmat qilamiz. Janglarni ko'rib yuribmiz anchadan beri. Nursulton Ro'ziboyev o'zbekistonlik bo'lgani uchun albatta o'zbeklarga barham qilamiz. Xudo xolasa, inshaalloh Nursulton Ro'ziboyev menimcha bilmadim. Yoki birinchi raundda yoki 3-raundlarda Nursulton Ro'ziboyev uni nokaut bilan yutsa kerak deb o'ylayapman. Kim qanaqa o'ylaydi? Jang qanday kechadi? Kommentariyada o'zlaringiz izohlaringizni yozib qoldingizlar. Xudo xolasa yana ko'rishamiz. Kanalimdan uzoqlashmangizlar.